inson butun umri davomida qorin bo'shlig'idan necha marta operatsiya bo'lishiga chiday oladi deb o'ylaysiz? Xayolingizga birinchi kelgan son bo'lishi mumkin. Hozirgi qahramonimiz 9 marta operatsiya o'tkazgan. Ammo u hali 33 yoshda. Bu orada bemorda ileostoma qo'yilgan, ammo stoma ishlamagan. Ya'ni bemorda ichki kelishi odatdagi teshikka, tabiiy teshik orqali emas, qorin bo'shlig'iga o'rnatilgan maxsus ichak orqali kelishi kerak edi, ammo hatto shu teshik orqali ham kelmadi. Ya'ni bemorning ichaklaridagi massa qorin bo'shlig'iga o'tkazilgan operatsion jarohat orqali kela boshlagan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizning bir kasallik tarixi loyihamizga xush kelibsiz. Bugungi bemorimiz 33 yoshdalar, ammo 11 yil oldin boshdan kechirgan og'ir yo'l transport hodisasidan so'ng qorin bo'shlig'iga yuzaga kelgan bitishma kasalligi va uning og'ir oqibatlari haqida gaplashamiz. Hammasi 2015-yilda bo'lgan yo'l transport hodisasi bilan bog'liq. Shundan so'ng bemorda qorin bo'shlig'ida kuchli og'riqlar kuzatilgan va ularda bemorda diagnostika maqsadida qorin bo'shlig'ida kesib operatsiya qilingan 2015-yilda. Shundan so'ng bemorda qorin bo'shlig'i ko'zdan kechirilgan, og'ir xastaliklar aniqlanmagan va qorin bo'shlig'i yana tikib qo'yilgan. Hammasi shu yerdan boshlanadi. Oxirgi 5 yilda bemorda yengil va o'rta og'irlikdagi og'riqlar yuzaga kelgan. Bu paytda bemor ba'zida og'riqlarga uchrashgan, ba'zi payt vrachga murojaat qilgan, ba'zi payt og'riqlar o'z-o'zidan yo'qolib ketgan. Ammo 2020-yilga kelib bu og'riqlar o'tib ketmadi va ichki kelishi butkul to'xtab qoldi. Ya'ni qorindan bo'lishi, ko'ngillanish, qayt qilish, qorinda kuchli og'riqlar buning asosiy belgilaridir. Shu belgilar bilan bemor shifoxonaga murojaat qilgan va bemorda shoshilinch ravishda yana bir marta operatsiyaga olingan. Shundan so'ng bemorda yana bir necha yil davomida bezovta qilmagan. 2025-yilda 4 marta, yanvar oyining o'zida 4 marta, 2026-yilda esa 3 marta bemor operatsiya o'tkazdi. Qorin bo'shlig'ida. Aytaylik, deyarli hammasining sababi bir xil: ichki kelishning buzilishi, o'tkir chandiqli ichak tutilishi. Operatsiya ham deyarli bir xil. Qorin bo'shlig'ini kesish, ya'ni laparotomiya deymiz bizning tilda. Laparotomiya va chandiqlarni ajratish. Keyingi bosqichlarda bemorda ichak chiqarib qo'yilgan, oxirgi 1,5 yil davomida bemor stoma bilan yurdi. Ammo murakkablik jihati shunday ediki, bemorda o'rnatilgan stoma ishlamadi. Buning o'rniga axlat operatsiyadan keyingi chandiqlarning o'rnidan chiqa boshladi. Tasavvur qiling, bemor ichki kelishi qorin orqali va buni eplash juda qiyin bo'ldi. Keyinchalik bizda murojaat qilgan vaqtdan boshlab bemorga yordam berishga harakat qildik. Bemor aktivlashib boshladi. Vaqt o'tib jarohatlar kichraya boshladi. Shundan so'ng bemor biroz vazn yig'ishni boshladi. Ya'ni 53 kilodan 72 kiloga, 73 kilogacha hatto vazn yig'a oldi. Bu holatda og'ir holatdan bemor nisbatan stabil holatga chiqib oldi. Shundan so'ng bemorda biz rekonstruksiya operatsiya, ya'ni ichak butunligini tiklash, oshqozon ichak traktini yo'lini tiklash va ichki kelishini bu sun'iy teshiklar bilan emas, tabiiy teshiklar orqali kelishini ta'minlashga harakat qildik. Shu o'rinda video davomida aytishimiz kerak bo'lgan bitta muhim ma'lumot: qorin bo'shlig'i chandiqlanish kasalligi odatda qorin bo'shlig'iga o'tkazilgan o'tkir yoki murakkab o'tkazilgan jarrohlik amaliyotdan kelib chiqadi. Ba'zi holatlarda qorin bo'shlig'idagi infeksion kasalliklar hisobiga ham kelib chiqishi mumkin. Chandiqlanish kasalligining reabilitatsiyasi uzoq davom etadi. Bajarilgan operatsiyalar orasida agar shoshilinch operatsiyalar ko'rsatma bo'lmasa, eng kamida 3 oyni tashkil qiladi. Vaziyatga qarab o'tkazilgan operatsiya yoki sodir bo'lgan asoratlar yoki bo'lmasa qorin bo'shlig'ida aniqlangan suyuqliklar holatiga ko'ra, ya'ni bu siroz, yiring yoki najas, ichak saqlamasi bo'lishiga qarab bemorda keyingi operatsiya, rekonstruksiya operatsiyasini rejalashtirish 3 oydan hatto 1 yil, hatto 1,5 yilgacha ham, kerak bo'lsa bir necha yilgacha ham cho'zilishi mumkin. 2026-yilda klinikamizda mart oyida shu operatsiyani o'tkazdik. Bemor
20 kundan ortiq bo'lgan reabilitatsiya vaqtidan so'ng uyga qoniqarli ravishda javob berildi. Hozirgi kunda bemorimiz ahvollari yaxshi. Oyda bir marta ko'rikda bo'lib turibdilar, kuzatuvda. Shukrki, shu paytgacha operatsiyadan so'ng og'ir oqibatlar kuzatilmadi. Ammo o'tkazilgan 9 ta operatsiya bemorda kuchli o'zini chandiqlari bilan iz qoldirgan. Bu kasallik tarixini sizga qisqacha aytishimizdan maqsad siz o'zingizni yoki o'zgalarning hayotini xavf ostiga qo'yib, yuqori tezlikda mashina boshqarmasini tavsiya qilaman. Xuddi shu holat siz yoki yaqinlaringiz bilan ham bo'lishi mumkin. Siz yoki yaqinlaringizda yoki tanishlaringizda biror bir rekonstruktiv operatsiyaga muhtojlik sezsangiz, albatta siz bizni tavsiya qilishingiz mumkin. Sizga yordam berishdan juda ham xursand bo'lamiz.